agar siz yaqinda 1500 ming so'm pul olgan bo'lsangiz yoki oilangizdan kimdir shunday to'lov, yordam puli, kompensatsiya, subsidiya, nafaqa yoki bir martalik moddiy yordam olgan bo'lsa, bu ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki hozir eng ko'p xato aynan shu joyda bo'lyapti. Odamlar pul tushgandan keyin hammasi tugadi deb o'ylaydi. Lekin ayrim holatlarda keyingi tekshiruv, hujjat so'rovi, qayta hisob-kitob yoki tasdiqlash jarayoni bo'lishi mumkin. Men bugun sizga 1.500 ming so'm olganlar uchun qanday syurpriz bo'lishi mumkinligini, kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar bemalol bo'lishi mumkinligini va eng muhimi, hozir nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam ko'p muammodan qutuladi. Avval qanday edi? Ilgari ko'p to'lovlar bo'yicha odam faqat ariza topshirardi. Mahalla bank, ijtimoiy himoya yoki tegishli tashkilot hujjatlarini ko'rib chiqardi. Keyin pul kartiga tushardi. Pul tushdimi? Demak masala yopildi degan tushuncha ko'pchilikda bor edi. Masalan, kimdir moddiy yordam oldi, kimdir bola puli oldi, kimdir subsidiya yoki kompensatsiya oldi, kimdir kredit bo'yicha imtiyozli yordamdan foydalandi. Odamlar odatda faqat bitta narsani tekshirardi: karta hisobiga pul keldimi yoki yo'qmi? Hozir esa vaziyat biroz boshqacha. Raqamlashtirish kuchaydi. Ma'lumotlar bazalari bir-biriga bog'lanmoqda. Fuqaroning daromadi, rasmiy ish joyi, nomidagi mol-mulk, avtomobil, bank aylanmasi, boshqa to'lovlar olgan-olmagani ko'proq tekshirilmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, 1.500 ming so'm olgan odam keyin ham e'tiborsiz qolmasligi kerak. Agar to'lov qonuniy, hujjatlar to'g'ri, ma'lumotlar aniq bo'lsa, qo'rqadigan joy yo'q. Lekin agar arizada noto'g'ri ma'lumot yozilgan bo'lsa, oilaviy daromad yashirilgan bo'lsa, hujjat mudda o'tgan bo'lsa yoki pul noto'g'ri hisob-kitob bilan tushgan bo'lsa, keyin savollar paydo bo'lishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Aksincha vaziyatni oldindan tushunib olish kerak. Chunki ko'pchilik pulni ishlatib yuborgandan keyin nega meni chaqirishyapti? Nega qayta hujjat so'rashyapti? Nega hisobimni tekshirishyapti deb hayron qoladi. Aslida esa har qanday davlat to'lovi, ijtimoiy yordam yoki subsidiya ma'lum shartlar asosida beriladi. Shartlar bajarilgan bo'lsa hech qanday muammo bo'lmaydi. Shartlar buzilgan bo'lsa pulni qaytarish, to'lovni to'xtatish yoki keyingi oylar uchun rad javobi olish xavfi tug'iladi. Endi eng muhim savolga o'tamiz. 1.500 ming so'm olganlar nimani bilishi kerak? Birinchi navbatda bu pul aynan nima uchun tushganini aniqlab oling. Karta hisobingizga pul keldi, lekin uning manbasi aniq emasmi? Bank ilovasida izohini ko'ring. SMS xabarda qaysi tashkilot nomi ko'rsatilganini tekshiring. Agar to'lov moddiy yordam, ijtimoiy to'lov, kompensatsiya, subsidiya, nafaqa, qayta hisob-kitob yoki boshqa nom bilan kelgan bo'lsa, uning huquqiy asosi bo'ladi. Shunchaki pul tushdi, demak meniki deb qarash xato. Masalan, birinchi holat. Oilada 4 kishi bor. Ota vaqtincha ishlamaydi. Ona rasmiy ishda emas. 2 nafar bola maktabda o'qiydi. Mahalla orqali moddiy yordam uchun ariza berilgan. Tekshiruvdan so'ng oilaga 1.500 ming so'm yordam puli tushgan. Agar arizada oilaning haqiqiy holati ko'rsatilgan bo'lsa, daromad yashirilmagan bo'lsa, nomida qimmat avtomobil yoki qo'shimcha uy bo'lmasa, bu oilaning xavotir oladigan joyi yo'q. Ularga kerak bo'ladigan narsa ariza nusxasi, bankdan pul tushgani haqidagi ma'lumot, oilaviy holatga oid hujjatlar, agar so'ralsa daromad haqida ma'lumotnoma. Ikkinchi holat. Bir kishi o'zini ishsiz deb ko'rsatib yordam olgan, lekin aslida oxirgi oylarda rasmiy ish haqi olgan yoki yakka tartibdagi tadbirkor sifatida daromad qilgan. U 1.500 ming so'm olgandan xursand bo'ldi. Pulni sarfladi. Lekin keyin ma'lumotlar bazasi orqali uning daromadi aniqlansa, tashkilot siz yordamga haqli bo'lmagan bo'lishingiz mumkin deb qayta ko'rib chiqadi. Bu yerda muammo pul olganda emas, arizada noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot berganida. Shuning uchun men doim aytaman, arizada biror narsani yashirish qisqa muddatli foyda bo'lib ko'rinadi, lekin keyin ancha katta noqulaylik tug'diradi. Uchinchi holat. Pensiya yoki nafaqa oluvchi fuqaroga qayta hisob-kitob natijasida 1.500 million so'm tushgan bo'lishi mumkin. Masalan, oldingi oylar uchun kam hisoblangan summa to'ldirib berilgan. Bunday vaziyatda odam darhol vahima qilmasligi kerak. Lekin u nimani tekshirishi lozim? Pensiya jamg'armasi yoki tegishli idoradan
bu summa qaysi davr uchun hisoblanganini so'rash kerak. Chunki ba'zida odam bir martalik to'lovni doimiy oshgan nafaqa deb o'ylab qoladi. Keyingi oy yana shuncha tushadi deb reja qiladi, qarz oladi, xarajat qiladi. Keyingi oy odatiy summa tushganda tushunmovchilik paydo bo'ladi. Demak, bir martalik to'lov bilan doimiy to'lovni ajratish juda muhim. 4-holat. Talaba, yosh oila yoki ijarada yashayotgan fuqaro subsidiya yoki kompensatsiya sifatida 1500 ming so'm olgan bo'lishi mumkin. Bu yerda eng katta masala shartnoma va haqiqiy yashash joyi. Masalan, ijara kompensatsiyasi uchun ariza berilgan, lekin ijara shartnomasi rasmiy emas yoki fuqaro aslida boshqa joyda yashaydi. Keyin tekshiruv bo'lsa, pul nima asosda berildi degan savol chiqadi. Agar ijara shartnomasi, uy egasining ma'lumoti, to'lov kvitansiyalari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar mos bo'lsa, muammo bo'lmaydi. Agar qog'ozdagi manzil boshqa, hayotdagi manzil boshqa bo'lsa, bu juda nozik masala. 5-holat. Ba'zi oilalarda bitta odamning kartasiga pul tushadi, lekin bu pul butun oila uchun berilgan bo'ladi. Masalan, ayolning kartasiga 1500 ming so'm tushdi, lekin u yordam oilaviy ehtiyoj uchun ajratilgan. Keyin oilada kelishmovchilik chiqadi. Bu pul meniki, yo'q bu bolalar uchun, yo'q bu ro'zg'or uchun. Huquqiy tomondan to'lov kim nomiga tushgani muhim, lekin maqsadli to'lov bo'lsa, uning vazifasi ham muhim. Shuning uchun bunday pulni olganingizda avvalo uning maqsadini bilib oling. Agar bolalar uchun bo'lsa, bolalarning ehtiyoji birinchi o'rinda turadi. Agar kommunal, ijara yoki davolanish uchun bo'lsa, pulni boshqa narsaga ishlatish keyin muammo tug'dirishi mumkin. Kimlar xavotir olish kerak? Men aniq aytaman. Arizada yolg'on ma'lumot berganlar, oila tarkibini noto'g'ri ko'rsatganlar, daromadini yashirganlar, hujjati to'liq bo'lmaganlar, boshqa manbadan xuddi shu maqsadda pul olgan bo'lsa ham aytmaganlar, nomida mol-mulk bo'lsa ham yashirganlar, o'z kartasiga begona odam nomidan pul tushirganlar ehtiyot bo'lish kerak. Bu odamlar darhol vahima qilmasin, lekin hujjatlarini tartibga keltirsin va vaziyatni o'zi tekshirsin. Kimlar xavotir olmasa bo'ladi? Agar siz arizani halol topshirgan bo'lsangiz, hamma ma'lumotlar to'g'ri bo'lsa, to'lov rasmiy tashkilotdan kelgan bo'lsa, sizda qaror yoki tasdiqlovchi xabar bo'lsa, karta o'zingizniki bo'lsa, pul maqsadli ishlatilgan bo'lsa, odatda xavotirga asos yo'q, lekin baribir hujjatlarni saqlab qo'ying. Chunki bugun kerak bo'lmasa ham ertaga qayta tekshiruvda kerak bo'lishi mumkin. Endi ko'pchilik bilmaydigan istisnolar va nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, pul tushgani huquq avtomatik tasdiqlandi degani emas. Ba'zida tizimda texnik xato bo'lishi mumkin. Ba'zida avvalgi ma'lumot asosida pul chiqariladi, keyin yangi ma'lumot keladi. Masalan, fuqaro ariza bergan paytda ishsiz bo'lgan, keyin ishga kirgan. To'lov esa eski holat asosida keyinroq tushgan. Bunday holatda fuqaro men ariza berganda ishsiz edim deb o'ylaydi. Tashkilot esa to'lov davrida sizning daromadingiz bor edi deb qarashi mumkin. Shuning uchun ariza topshirgandan keyin hayotingizda muhim o'zgarish bo'lsa, uni yashirmaslik kerak. Ikkinchi nozik jihat, bank kartasiga tushgan pulni darhol naqd qilib olish hamma masalani yopmaydi. Ayrimlar kartadan chiqarib oldim, endi topishmaydi deb o'ylaydi. Bu noto'g'ri. Pulning kelib tushishi, yechib olinishi, o'tkazilishi bank tizimida aks etadi. Agar keyin qaytarish majburiyati paydo bo'lsa, men sarflab yubordim degan gap huquqiy asos bo'lmaydi. Shuning uchun agar pul siz kutmagan manbadan tushgan bo'lsa, birinchi kuni hammasini sarflab yubormang. Avval tekshiring. Uchinchi nozik jihat. Oilaviy daromad deganda faqat oylik ish haqi tushunilmaydi. Ko'pchilik men rasmiy ishda emasman, demak daromadim yo'q deydi. Lekin ayrim holatlarda ijara daromadi, tadbirkorlik, o'zini o'zi band qilish, muntazam pul o'tkazmalari, aliment, pensiya, boshqa nafaqalar ham inobatga olinishi mumkin. Masalan, oilaga chet eldan har oy 3 million so'm atrofida pul keladi, lekin arizada daromad yo'q deb yozilgan. Keyin bank aylanmasi yoki boshqa ma'lumotlar orqali bu aniqlansa, savol tug'iladi. Albatta har bir pul o'tkazmasi daromad deb bog'lanavermaydi, lekin muntazam va katta miqdordagi tushumlar e'tibordan chetda qolmaydi. 4-nozik jihat, ro'yxatda turish va amalda yashash masalasi. Ayrim yordamlar yashash joyi, mahalla, hudud yoki oila tarkibiga bog'liq bo'ladi. Fuqaro bir joyda ro'yxatda turadi, lekin boshqa joyda yashaydi. Oila tarkibi ro'yxatda boshqacha, amalda boshqacha. Bu esa to'lov huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ro'yxatda ota-ona bilan birga turadi, amalda esa alohida yashaydi.
yordam oilaning umumiy daromadi bo'yicha hisoblangan bo'lsa, ro'yxatdagi odamlarning daromadi ham hisobga olinishi mumkin. Shuning uchun ro'yxat masalasini mayda narsa deb o'ylamang. 5-nozik jihat. 1.500.000 so'm sovg'a emas. Agar u davlat yoki rasmiy fond tomonidan berilgan bo'lsa, u aniq tartibga ega. Syurpriz deganda ko'pchilik faqat qo'shimcha pul tushadi deb o'ylaydi. Lekin syurpriz ikki xil bo'lishi mumkin. Yaxshi tomoni, ayrimlarga qayta hisob-kitob, qo'shimcha to'lov, oldingi davr uchun kompensatsiya yoki navbatdagi yordam ajratilishi mumkin. Noqulay tomoni ayrimlardan hujjat so'raladi. Ayrim to'lovlar to'xtatiladi. Ayrim holatda ortiqcha to'langan pulni qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun men bu mavzuni jiddiy qabul qilishni maslahat beraman. 6-nozik jihat. Telefon orqali kelgan xabarlarga ehtiyot bo'ling. 1.500.000 so'm olganlar haqida gap chiqqan paytda firibgarlar ham faollashadi. Ular sizga qo'shimcha pul bor, kartangizni tasdiqlang, kodni ayting. Plastik raqamini yuboring, arizangizni tezlashtirib beramiz deb aldaydi. Hech qachon SMS kodni hech kimga aytmang. Bank kartangizning to'liq ma'lumotini, parolini, ilovaga kirish kodini bermang. Rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali bank ilovangiz kodini so'ramaydi. Bank ilovangiz agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, bu xavfli belgi. 7-nozik jihat, hujjatdagi kichik xato ham katta kechishga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, familiya bitta harf bilan boshqacha yozilgan, pasport ma'lumoti eski, bola tug'ilganlik guvohnomasi yangilanmagan, nikoh yoki ajrim hujjati bazada aks etmagan, bank karta boshqa telefon raqamiga ulangan. Bunday xatolar pulni qaytarish masalasigacha bormasligi mumkin. Lekin keyingi to'lovni kechiktiradi, arizani rad ettiradi yoki sizni ortiqcha idora-maydora yurishga majbur qiladi. Endi eng kerakli qism, hozir nima qilish kerak? Birinchi qadam, pul tushgan manbani aniqlang. Bank ilovasiga kiring, operatsiya tafsilotini oching, qaysi tashkilotdan kelganini ko'ring. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankning aloqa markaziga murojaat qilib, to'lov yuboruvchisi haqida ma'lumot so'rang. Bank sizga har doim ham to'liq sababni aytmasligi mumkin, lekin kamida yuboruvchi tashkilot nomini aniqlashga yordam beradi. Ikkinchi qadam, siz ariza topshirgan tashkilot bilan bog'laning. Agar mahalla orqali bo'lsa, mahalla raisi yoki hokim yordamchisi bilan gaplashing. Agar ijtimoiy himoya orqali bo'lsa, tuman ijtimoiy xizmatlar bo'limiga murojaat qiling. Agar pensiya yoki nafaqa bilan bog'liq bo'lsa, pensiya jamg'armasi bo'limidan tushuntirish oling. Agar subsidiya bo'lsa, ariza bergan portal, markaz yoki mas'ul tashkilotdan holatni tekshiring. Menga 1.500.000 so'm tushdi. Bu qaysi davr va qaysi asos bo'yicha deb aniq savol bering. 3-qadam, hujjatlarni bir joyga jamlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, JSHR, bank karta rekviziti, ariza nusxasi, oilaviy holatni tasdiqlovchi hujjatlar, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, daromad haqida ma'lumotnoma, ish joyidan ma'lumotnoma, ijara shartnomasi, kommunal to'lov kvitansiyasi, tibbiy xarajat bo'lsa, shifokor xulosasi va chek kerak bo'lishi mumkin. Hamma holatda ham barchasi talab qilinmaydi. Lekin asosiy hujjatlar tayyor tursa, siz vaqt yutmaysiz. 4-qadam. Agar to'lov siz kutganingizdan ortiq bo'lsa, darhol yozma aniqlik kiriting. Masalan, siz 500.000 so'm kutgan edingiz, 1.500.000 so'm tushdi. Bu yaxshi xato ham bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda og'zaki gap bilan kifoyalanmang. Tashkilotga murojaat qiling. Iloji bo'lsa yozma javob oling yoki hech bo'lmasa murojaat raqamini saqlang. Keyin biror savol tug'ilsa, siz men o'zim aniqlashtirishga harakat qilganman deb ko'rsata olasiz. 5-qadam, pulni maqsadiga qarab ishlating. Agar yordam bolalar uchun ajratilgan bo'lsa, kiyim-kechak, o'qish qurollari, oziq-ovqat, davolanish kabi zarur ehtiyojlarga yo'naltiring. Agar ijara yoki kommunal kompensatsiya bo'lsa, ijara yoki to'lovlarga ishlating. Agar davolanish uchun yordam bo'lsa, to'g'ri tahlil, shifoxona xarajatlari bo'yicha cheklarni saqlang. Chunki maqsadli pul bo'yicha keyin qayerga ishlatdingiz degan savol berilishi mumkin. 6-qadam, daromadingiz yoki oilaviy holatingiz o'zgarsa, mas'ul tashkilotga xabar bering. Masalan, ishga kirdingiz, yangi avtomobil oldingiz, oila tarkibi o'zgardi, farzandingiz boshqa joyga ko'chdi, ijara shartnomasi bekor bo'ldi, boshqa yordam puli ola boshladingiz. Bularning hammasi ayrim to'lovlarga ta'sir qilishi mumkin. Odamlar ko'pincha o'zim aytmasam bilishmaydi deb o'ylaydi. Lekin hozir ma'lumotlar ko'p joydan keladi. O'zingiz oldindan aytsangiz,
keyingi noqulaylik kamayadi. 7-qadam firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Agar kimdir sizga 1.500.000 yen so'm olganlarga yana qo'shimcha pul chiqdi, kartangiz kodini yuboring desa, darhol suhbatni to'xtating. Agar davlat portali orqali tekshirib beraman, oldindan xizmat haqi yuboring desa, ishonmang. Rasmiy ma'lumotni faqat rasmiy sayt Davlat xizmatlari markazi, bankning rasmiy raqami yoki tegishli tashkilotning qabulxonasi orqali tekshiring. Telegramdagi noma'lum kanal, begona havola, soxta bot orqali pasport ma'lumotlarini kiritmang. 8-qadam. Agar sizdan pulni qaytarish so'ralgan bo'lsa, avval sababini yozma shaklida talab qiling. Qaytaring degan og'zaki gap yetarli emas. Qaysi qaror asosida, qaysi davr uchun nima sababdan, qancha miqdorda qaytarish kerakligi aniq bo'lishi kerak. Agar haqiqatan ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lsa, uni qonuniy tartibda hal qilish kerak. Agar siz rozi bo'lmasangiz, tushuntirish yozing, hujjatlaringizni ilova qiling. Yuqori tashkilotga yoki belgilangan tartibda shikoyat qiling. Eng yomon yo'l bu qo'rqib, hech narsani so'ramasdan pul o'tkazib yuborish yoki aksincha, umuman javob bermay yurish. 9-qadam. Barcha yozishmalarni saqlang. SMS xabarlar, bank operatsiyasi skrinshoti, ariza raqami, qabul qilingan sana mas'ul xodimning javobi, murojaat raqami, chek va kvitansiyalar keyin sizni himoya qiladi. Oddiy misol, fuqaro yordam pulini do'riga ishlatgan, lekin cheklarni tashlab yuborgan. Keyin undan xarajatni tasdiqlash so'ralganida qiynaladi. Yana bir fuqaro esa barcha cheklarni papkaga solib qo'ygan, keyin tekshiruvda bemalol ko'rsatgan. Farq juda katta. 10-qadam. Ijtimoiy tarmoqlardagi har bir gapga ishonmang. Bugun bir kanal hamma 1.500.000 so'm oladi deydi. Ertaga boshqasi olganlar qaytaradi deydi. Aslida har bir to'lovning sharti alohida. Sizning holatingiz qo'shningizniki o'xshamasligi mumkin. Qo'shningiz olgani siz ham olasiz degani emas. Siz olganingiz qo'shningiz ham oladi degani emas. Eng to'g'ri yo'l o'zingizning arizangiz, o'zingizning hujjatingiz. O'zingizning oilaviy holatingiz bo'yicha aniqlik kiritish. Yana bir muhim maslahat, agar siz hali 1.500.000 so'm olmagan bo'lsangiz, lekin olish huquqingiz bor deb hisoblasangiz, ariza berishdan oldin hujjatlaringizni tekshiring. Pasport ma'lumoti yangimi? Bank kartangiz faolmi? Telefon raqamingiz o'zingiz nomingizdami? Oilaviy holat bazada to'g'rimi? Daromad ma'lumotlari aniqmi? Avval boshqa yordam olganmisiz? Shularni ko'rib chiqing. To'g'ri tayyorlangan ariza tezroq ko'riladi va rad javobi ehtimoli kamayadi. Agar siz qishloq joyda yashasangiz, mahallaga boring va shunchaki menga pul bering demang. Aniq savol bering. Mening oilaviy holatim bo'yicha qaysi yordam turlariga ariza berishim mumkin? 1.500.000 so'mlik to'lov qaysi mezonlar bo'yicha beriladi? Qaysi hujjat yetishmayapti? Arizam rad etilsa, sababini yozma olsam bo'ladimi? Shunda suhbat ham aniq bo'ladi. Javob ham foydaliroq bo'ladi. Agar siz shaharda yashasangiz va davlat xizmatlari orqali murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, elektron arizada har bir bandni diqqat bilan to'ldiring. Keyin tuzataman deb taxminiy ma'lumot yozmang. Ayniqsa karta raqami, pasport ma'lumoti, manzil, telefon, oila a'zolari, daromad bo'yicha xatoga yo'l qo'ymang. Bir dona raqam xatosi ham pul boshqa hisobga ketishiga, ariza rad bo'lishiga yoki qo'shimcha tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Men tajribamdan shuni ko'raman. Muammo ko'pincha pulning o'zida emas, odamning tayyorgarligida. Kimdir hujjatini tartib bilan saqlaydi. Savol tug'ilsa, darhol javob beradi. Rasmiy manbadan tekshiradi. Bunday odamning ishi odatda tez hal bo'ladi. Kimdir esa eshitdim, deyishdi. Hamma olyapti ekan, kodni yubordim. Arizani boshqaga to'ldirtirdim deb yuradi. Keyin xato chiqsa, kim aybdorligini topish qiyin bo'ladi. Shuning uchun har bir fuqaro o'z ma'lumotiga o'zi mas'ul bo'lishi kerak. Xulosa qilib aytsam, 1.500.000 so'm olganlar uchun eng muhim syurpriz shuki, pul tushgani bilan jarayon har doim ham tugagan hisoblanmaydi. Agar hammasi qonuniy va hujjatlar to'g'ri bo'lsa, bu siz uchun yaxshi yordam. Agar ma'lumotlarda xato, yashirilgan daromad, noto'g'ri ariza yoki tushunarsiz to'lov bo'lsa, keyin savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun bugunoq bank ilovasini tekshiring, to'lov manbasini aniqlang, hujjatlaringizni yig'ing. Rasmiy tashkilotdan tushuntirish, o'ling va firibgarlarga aldanmang. Siz 1.500.000 so'm oldingizmi yoki hali kutyapsizmi? Qaysi hududdansiz va sizga bu pul qaysi asosda tushdi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring. Boshqalarga ham foydasi tegadi.
videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish pulni ham, asabni ham, vaqtni ham asraydi.